هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 16-sonini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yilqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu muborak, go'zal ay boshlangandan tortib ta bugungi kungacha har kuni mushu soatlarda ekranlarda bo'layotgan bu programmamiz inshaalloh mushu go'zal ayning fazlidan, sharofatidan huzurlanish bilan birga Sevimli Peygamberimiz gözümüzden nuru boğan, bizim yolbaşçımız boğan Resulümüzdeki her günlük programımızda bir güzel hisletini, ahlakını özümüzge özleştirip, texembek özümüzün manevi ahlakı cihetten özümüzge imanımızga iman, güzel ahlakımızga ahlak koşuş için başlatkan bu güzel programımız. Devam kılıvatıda her programda bir mavzunu tutup kılıvatımız. Programımızın daimlik mehmeni Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği azası Mektunuş Deveci Ustaz Habibullah Kösen'in teklif kıldık. Kıymetli vaktini çıkarıp kademdeşir kılgalık için aldığımda köptün köp rahmet edin. Sizlerge köp rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli qardoshlar, programımız ekran aldı çıkıp durayotgan numar arqali programmaga aloqador bo'lgan savollarni, so'rashinglarni ümid qilamiz. Shunday ko'plagan qarindoshlarimizning foydasiga shuni ham baharlashinglarni umid qilamiz. Kelgan savollarni kelyapti, kelgan savollarga inshaalloh oldimizgi programmalarda yoki bo'lmasa programma oxirlashganda maxsus bir qancha bo'lim qilib taqitishimiz mumkin. Shuning uchun buni asıltib qo'yay. Her qatimqidek bugungi programmamızning ismi her programma ayrım bir isim bilan ketib o'tdi dedik. Bugun biz Rasulullah ve günahkarlar diyen bu 16. bölümümüz bununla başında. Usta şu bevosita bu yerdan kirsek jamiyatda albatta biz ilgirki bugungacha bo'lgan programmamizda har xil mavzularni qildik, paranglashdik. Albatta inson bo'lish sifatimiz bilan mayli qanchalik taqvodor bo'layli, inson xatolikdan sodir emas, gunohga tushib qolmaydigan bir inson yo'q. Shuning uchun mushu hamda albatta gunohkorlarning eng yaxshisi tavba qiluvchilar degandek payg'ambar alayhissalom bizning ulgimiz bo'lgan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam mushu gunohga tushib qolgan yoki xatolashib qoluvchilarga qanday muomala qiladi degan buni bilmasak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. To'g'ri, endi dinimizdan maqsadi bizni mukammallashtirish, takomillashtirish. Ya'ni kamchiliklardan, xatoliklardan jiroq turishimizni dinimiz bizdan talab qilgan. Shu qatorda sahobalarmo mush yer sharidagi tunji islom avlodi hisoblandi. Alloh subhanahu va taologa asi bo'lishdan eng bak yiroq turadigan, gunohdan eng saqlanish uchun tirishadigan Hamu Allah subhanahu wa ta'ala men sizlardan razı boldum diyen kişilermi hatalıktan saklanamagan. Yani bu hatalık bu bir insanın karakterde var. Mesela Resulullah'ın ki devrige qaraydigan bolsak, to'g'ri o sahabeler hakikaten ikkinchi qatim takrorlanmaydigan bir kişilerdi. İkinci qatim tarixda takrorlanmaydi ular. Şu derecede takva, şu derecede isil, ali janab, örneklik musulmonlar. Şunda bolsunmu? Mesela yoki yangi musulmon bo'lganlar yoki ma'lum ba'zi sahabelardan xatolik sodir bo'lgan. Endi biz mushu programmamizda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mush xatolashquchi yoki gunoh o'tkazguchi kishilar bilan qanday muomala qilish metodini, uslubini yaxshi o'rganib,
Bulupmu özünü dindar yoki dini da'vatchi yoki dinni qo'g'dug'uchi, dinni söygüchü bo'lgan kishilarimiz boshqalarga mushunda muomala qilishni o'rganib olsak. Masalan, men nurg'un torlarda, mana to'plarda qarab qolaman. Boshqalardan azroq bir xatolik o'tib bo'lguncha boshqalarga mana qo'pol tegadigan. Xiyolchalik men dinni qo'g'didim, bu Allohning dini tursa, sen nimadan bu Allohning diniga haqorat qildigan yoki Allohning diniga xiloflik qildigan deb, dinni bak yaxshi ko'rgandek bo'lib boshqalarga qo'pol tegadigan. Shundan birdan bilan bu ikki odam suqishib, amaliyotda u yaxshilikni yetkazman degan odam haqorat, nasib qilib qoldigan manda bir ahvollar bor. Shuning uchun mushu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki mushu xatoliklardan qanday muomala qilishni bilib olish biz uchun muhim. Ama şu qatada mesela misal alsak, Rasulullah'ın davrida bir sahralık, yani yaylaqdan bir adam geldi. Bu adamın ismini bazılar Aqra ibn al-Habis degan, bazılar Zulxuysir al-Yamani degan. Bu adam kelib masjidning bir tarafiga, o çağda masjid hozirgidek emas hamda. Yani atraf azraqlam itilgan, üstü xo'mishaqlarga yeb qo'yilgan, ostida bir hozirda gilam zilchimi yo'qmi da, qumni yeytiblam namoz o'qiydigan vaqamda. Masjidning bir tarafiga siyib qo'ydi bu odam. Masjid hamda. Sahobalar mahma voy deb o'pir-to'pir bo'lib bu odamga bir xil yani bu odamning bir norozi bo'lganligini ifodaladi. Shundan payg'ambar alayhisalom qo'yinglar sivasu. Hatta bir hadisda sudukini uzib qo'ymanglar degan. Chunki berib to'xtatmoqchi bo'lganda to'sgan. Hamda hozir tibobatim davatida sivat qadani bir xil sudukini to'xtatib qo'ysa salomatlikim yaxshi emas ekanda. Demak, shundan payg'ambar alayhisalom sigil qo'llab siyib qo'ygandan keyin bir chilak suv akib to'kib o'tanglar. Tamam, shunda oddiy. Adamni chaqirib akilib, qarindishim, mana masjid. Bu masjidda Allohni zikr qilamiz, Qur'on o'qiymiz, namoz o'qiymiz. Bunda mehnat qilish ma ishlarga bu ya bo'lmaydi dedi, ish tugdi. Hamda mush payg'ambar sallallohu mush ishi haliq sahobaga shu joyda ta'sir qildiki, namoz o'qib qo'lni ko'tarib, ey Alloh, menga va Muhammadga rahmat qilgan boshqa hech kim rahmat qilmagan debdi. Shuni payg'ambar sallallohu laqad tahajjarta wasi'an. Sen kengirni talashtirib o'tgan. Yani Allohning rahmati kengir deb talashtirib sen bilan meni voy hammadan rahmat qilsin da demakchamda. Lekin miyadalik boshqalarninki bir rivoyatda men Rasulullahdak muloyim, oq ko'ngil, isil bir ustozni ko'rdim degan bir rivoyat bor. Nima ish qilsa, endi boshqalar demisimi hamda bizmi hatto bizning oldimizdan birisini ko'rsak zodi voy deb sakrab ketamiz. Amaliyotda to'g'ri usul mana bu. Yani çünkü Allah Subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'ni وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sen insanlığa evetilgen merhamet elçisidir sen deydi. Beşşiru ve la tunaffiru, yessiru ve la tuassiru. Siz kişilere hoş bişaret verenler, kişilerine kaçırmanlar, asallaştırınlar, teslimleştirmenler. Şunda asan, son tüküp koysul tükü dayını. Çünkü o yerde bir jüdgaya yok, o bir tuprak, sonu töpsü su tüküp etti, sulan tansınıp gitti, iş meseleleri oldu. Onu bir cak işi yok da başında böldük. Ama ondan başka yine bir mühim bir vakalık var. Mesela bir sahabe Resulullah'ın kışa geldi. Ramazan münasebetiyle değil, Ramazan'da bu kaç yaşıyor mu? Hakikaten tesir kıldı. Sahabe kelib, ya Rasulullah men tügeçdeyim dedi. Halaktu dedi. Abu Hurayra radıyallahu anh qilgan hadis şerif. Ya Rasulullah men tügeçdeyim dedi. Demek bu özünün çoğun günah ötközgenligini bildi demdi. Tügeçdim degende kılam, aniq bilip turib bir çoğun günahını qildim bu. Nim boldu onsa ma şu Ramazan roz turib men ayalım bilan yaqinlashib saldi. Peki Rasulullah onda olsa bir qul azat qildik ahvoling bormi debdi. Yo'q. Onda olsa bir 60 gün kendi roz tutamsa debdi. Yo'q. Onda olsa 60 miskinga tamoq beradimsa desi yo'q. Onu qilib, sen aldına bo'pti, qilsa bu ishni.
qandaq qilib kafarat berishni o'rgatyapti-da. Deb turishga Rasulullohning qashiga bir savatda zakatning xomisi kelib qoldi. Endi lekin unda bo'lsa sen buni qilsan, ma xomini aprib 60 miskinga debdi. Ya Rasululloh, bu Madinada mendan bir kambag'al odam bormi deb xomini uzanmoqchida hamdi. Debdi Rasululloh kulib ketdi. Rasululloh kulib ketib, bo'pti aprib, mushunga oilangga dedi. Mana bu Rasulullohcho. O'ylab baqslar. Ya'ni ko'p kunduzga kelib, bu odam hali yashangan odam bu. Hem bir hadislarda hali yashangan odam, bu hali o'zini tutib olgan cho'ng odam. Bir xatolikni qilib asli bir Rasululloh nayt buningga oddiy masalan qo'lingdan kesib bir qul azat qilib, faqat bo'lmay qolib qolsa, bir 2 oy ro'z tutib, faqat bo'lmay qolsa atılmışken hech ishni qilolmayman deb Rasululloh kelgan xomini olib uyga ketdi. Rasululloh shu yerda xoplab qolmay, ma xomini bir boshqalarga berib gunohni juvib olsa, mendan boshqa kambag'al yo'q degan shu menga va demoqchi-da u yerda. Bo'pti apirib aylanglar ya. Tugdi xolos. Ana mana bu payg'ambar alayhisolamning gunohkorlar bilan tutgan qilgan muomalasi. Axir sen bir misol biz o'tgandan bir dedik. Muomalaqi bu to'g'riliq misollar bakjiqchu payg'ambar alayhisolamning. Masalan, shu qatodan ilqi bir Rasulullohning qashiga bir kambag'al keldi. Kambag'al kelib, "Menga bir binasi dedi. Ba degandan keyin Rasululloh endi jiq binasi yo'q shu, endi bani berib rozi bo'ldingmi debdi. Rozi bo'lmadim dedi. Sahobalar shu yerda qapoqlarni turishib qayda bu go'ynos deganda qilib bu bani basir debdi payg'ambar alayhisalom. Deb, "Men qarindishim uyga borayli" dedi. Shunlar uyga berib, uyda apirib, uyda azdol binasini berib, "Endi rozi bo'libdim" dedi. "Voy, bak rozi bo'lib ketdim" deb, rozi bo'lganlikdan she'r to'qatdi hamda, xo'shal bo'lib ketdi degan Rasululloh nim dedi. "Ma sening rozi bo'lganligingni masjidga kirib sahobalarga deb qo'y, chunki sahobalarning qalbida senga nisbatan bir salbiy bir ta'sir, yaxshi bo'lmagan bir ta'sir qilib qoldi" deb shundan dedi. Shundan Rasululloh masjidga chiqib o'zining rozi bo'lganligini dedi. Shundan u ketgandan keyin sahobalar payg'ambardan bir dast so'zladi. "Ey sahobalarim" dedi. "Bu odam, hozir bu odam igisidan qochib ketgan to'g'ga o'xshaydi. Siz bu to'g'ini tutdim deb qo'lg'an sir baq qochidi. Bu to'g'ini igisi qo'yib asanglar, igisi bu to'g'ini qanday tutishni o'zi biladi. Rasululloh demoqchi o'g'ini, ma adam ash Rasululloh o'ylab baqsa, shu yerda Rasulullohdan razomini deb ketsa imonsiz ketadi mavjud. Ya'ni Rasululloh rozi emas deb ketsa, bir Allohning payg'ambaridan bu imonsiz ketadi, o'z do'zaxga kirdimi. O'sha Rasululloh buni ash uyga olib, uni buni berib yurib, rozi etib yo'qsa, Rasululloh nima dedi? Mana bu mushunga o'xshaydi. Agar bu qaytib ketgan bo'lsa imonsiz ketadi. Endi alhamdulillah rozi bo'lib, xo'shal ketdi. Musulmon o'lsa jannatga kirdi. Yani Peygamber'in her bir muamellerden asli o adamni bir doq qilib olish emas. O adamni xatolik o'tkazlik uchun tushirib olish emas. Balki shu xatolik chiqishini qanday qilib eng oddiy, eng bir oson usul bilan bu adamni xatolikdan qutqizib olish. Masalan o'tgandim dedi qiliq bir yosh kelib, "Ya Rasululloh, men zina." Masalan, ma'qula Arabiy bir yezliq odam kelib masjid sevat dedi, u bilmaydi. Ma adam bir yosh kelib dedi, "Rasululloh, men bir zina qilishga ruxsat qilgan bo'lsa" deb. Demak, zinaning yomonligini bildi bu. Bilmasa, shunama, "Men ruxsat qil" deb kelmaydi. Rasululloh buning bir logika, mantiq, aql bo'yicha uslub qo'llanib, ya'ni logikalik bir tushuntirish berdi, buni mantiq tushunchisi berdi. Meyaklar deb sening sanan bilan boshqalarning zina qilishini xohlamsan, ochang bilan boshqalarning zina qilishini xohlamsan, oxirsi opang bilan boshqalarning oy deb shu yerda shunalik sahoba deydi. Ma zina shu minutlardan boshlab men bir qabiy ish aylandi deb. Demak, ba'zida ya'ni Rasululloh eng mehribonlik, muloyimlik, kuyimchanlik, mandaq boshqalarga shafqat qilish nazari bilan muomala qiladi.
ba'zida bo'shdaq mantiqa aql usul bilan hal qiladi. Ba'zida qutqizilish uchun hatto ularga yordam qilib, ulardan kelgan haqorat kim chidab, ayada razumudim degan gap o'ylab baqsa, binasi basaslar, birada razomuso desasizlar biz nimdamiz hamda. Deydi akimiz endi qo'y binasi bir razomudim desa, hamda og'zimizdan chiqqan gap endi qanday. Sahabeler şunun uşadılar ondan kopap dedim ama binası bazım razımdım diye ötküzüp koygan binası suadak degende kalam qıptı Peygamber sallam jimtirona deb uyga akitib uni yeni berib endi razı olduğumu deb chiroylik andan keyin undan ayt xo'sh oladi deb o'xshab qo'ydi. Demak, mana bu bizning payg'ambarimiz hamdi. Mushunga o'xshash nurg'un shuning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni men bir kitob o'qish jarayonida bir fransiyalik faylasufning degan gapi bor ekan. Agar Muhammad alayhisalom deydi, mush bizning zamonimizda yashab qolgan bo'lsa, hozir dunyoda ayta urushning purqi va dunyoda zulm olib ketdi hozir. Dunyo qalamqanchilik ku hozir. Elik nima deydi deslar? Agar Muhammad alayhisalom hozir yashagan bo'lsa, u ham Muhammad debdan alayhisalom demabdi, chunki musulmon bo'lmagan ekan. Agar shu Muhammad bizning davrimizda yashab qolgan bo'lsa, ama dunyoning ishlarini bir qahva ichib o'tirib hal qilyapti. Yani demek Peygamber Aleyhisselam aşındaq adamninki uğusunu qaynatadigan yoki adamni hayajonga soladigan, adamning nervisiga tegdigandek masalalarni onna so'qqanlik bilan oldirmay turib, güzel uslublar bilan hal qiladi. Shunday muomala qiladi. Haqiqatan hamda yuqorida so'zlab o'tilganlar o mayli masjidga kichik tarat qilib qo'ygan bo'lsin yoki ayoli bilan Ramazan gündüzü bir grup qağını olsun. Bular hamda mesela normal şu insanın ki Allah'a nispeten bo'lgan hamda o'tkazib qolgan xatolik o. Hamda Peygamber aleyhisselam Rasulullah qandaq chaqda mesela resmi şeriatimizde nurg'unlagan icra qilinadigan uni jinoyati dunyoda bekitilgan jinoyatlar va gunohlar var. Rasulullah qandaq chaqda mesela shariatning jazosini ijro qiladi, qamchisini qaysi vaqtida ijro qiladi? Hamda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam amal ba bu gunoh o'tkazganlarni oqlanib ketishga bektirishadi. Chunki bizning shariatda 99 adam xato mayli jazolanmay qolsa mayli bir odam xato jazolanib qolmasin degan prinsip bor. Ya'ni 99% adam gumon bilan jazolangandan, ya'ni naq jazolanib ketgandan xatosi bir odam naq jazolanib ketmasin. Mesela Xitoyda deydi, 99'i naq jazolansa birisi todun tushib qolmasin deydi. Islom bizning aksicha. 99 jazolangan odam jazolanmay qolsa mayli, ammo bir xato jazolanib qolmasin deydi dinimiz. Bu prinsip pek muhim. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushu shariatninki mesela xato o'tkazuvchilarga hamda shariatda faqat 6 xil jazo bekitilgan aynan. O'g'rining qo'lini kesish, zinaxorlik qilish degandek. Hamda mushlarga shariat jazosini yurgizishda ajoyib ehtiyot qiladi. Ya'ni amalba mushlarga bir aqlinib chiqitishiga, bir tövbe qilib bu jazoni bir ijro qilmaslikka tirishadi. Ammo qonuniy jihatdan %100 o'zim ixro qilib, men zodi %100 mushu jazolash haqqiyansa o chaqda kaskin jazoni ijro qiladi. Masalan, Peygamber Aleyhisselam'ın qishiga jinoyat o'tkazganlar kelib, ya Rasululloh bizga shariatning hukmini ijro qilsizlar deb keladi. Chunki shu chaqda Rasululloh bir davlatning raisi va shu Allohning qonunini ijro qiluvchi birinchi mas'ul kishi endi. Shunga ba'zanlar Rasulullohning qishiga kelib o'zlarining xato o'tkazganligini va shariatning nimaligini biladi-da bular. Hatto sahobalarning kattaligi shu yerda ekan. Ular jin ketadigan shu o'simi shariatning ijro bo'lib, o'zlarining mush dunyodan bir pokiz ketib olishni arzu qiladi. Biladi o'zi. Masalan, bu gunohni agar shariat bo'yicha betaraf qilsa, ba'zilarning jini ketadi.
Hayatına şunda olsun ya Resulullah. Çünkü şeriat ma dünyada o şeriatning jazosi uning berilsa, shundan gunohi tugaydiganligi aniq. Mesela şu qatada mesela bir misal keltiray endi. Ma'iz ibn Malik degan bir sahaba bor. Ma'iz ibn Malik. Kelib ya Rasululloh meni poklig'in dedi. Demak, necis bir jinoyatni o'tkazdim demoqchi. Meni poklig'in debdi Rasululloh, nima qilding deb so'rab berdi-ku. Yana tahhirni degankin, demak bu yerda bir cho'ng ish borligini bildirib bermoqchiman. Mushu bak uchun nima ish qilding, voy nima ish qilding deb baqadimda. Voy nima bo'ldi sana berib menga Allohdan gunohingni tilab istig'for et dedi. Yani bu ishni Alloh bilan o'tiranda tugatib ol degan gapda endi. Debdi, yine bidam ketib, yine ikkinchi qatam qaytib keldi. Ya Rasululloh meni paklab qo'ysizlar dedi. Şoň Peygamber alayhisalom, "Vay hak, oy nim boldy sana? İrci' fastagfir ve tub fastagfirullah ve tub aley." Ma qaytib berip Allah'a tövbe qilib, gunohingni tila Allah'dan dedi. Qaytib ketdi. Şunun 3-nji qatim keldi Rasulullah yeni şunda dedi. 4-nji qatim yeni keldi. Keyni 4-nji qatim keldi. Kelgende Peygamber fima utahhirak. Sen nemidan paklayman dedi. Ana o'ylab baqsa, Rasululloh shuni bir odam, ya'ni bu shariatning maqsadi uni jazolash emas. Uning odam bo'lish. Maqsad shu, gunohin to'lib odam bo'lish asli maqsad. Shundan 4-nji qatim kelgan vaqtda nimani paklayman debdi, zina dedi. Deganki Rasululloh mening qallis ketib qoldimi dedi. Mening qallisdan ketib qoldimi dedi. Yani azraq aşağıda kalısını git kaldı da kız tüyediğen gapimdi. Depti yenideki birisi ya bu kalısını ketmedi de sağ dedi. Diyenkin mav içip aldım ya dedi. Aşarifel hamır. Diyenkin birisi beri purap bakıp Şeyh Resulullah işmetto. Diyenkin Peygamber sen ras zina kıldın mı dedi. Pimik az zina kıldım dep kege adam ne? Sosa ras zina kıldın mı dedi. Azanayt. Bu zina qilding deb keldi-ku. Zina qildingmi degan, ha qildim degan. Balki sen bundaq bir suyib qo'ygansa, o'ylab baqsamdi. Balki ashabe alik zinani to'g'ri tushunmay qolgan yurganmidi deb meda alqi ma aniq farqlanadi. Balki sen suyib qo'ygan bo'lishing mumkin. Yoki mendaq bir quchoqlab qo'ygan bo'lishing mumkin, yoki bir chaqchaq qilib qo'ygan bo'lishing mumkin deb ash darajada qiladi deganki, shuni animdillah ya Rasulullah. Men unda qilmadim lekin hal ahsanta dedi. Degan, sen ash to'y qilgandak, xotindak menda bir ish bo'ldimi dedi. O'ylab baqsamdi. Ya'ni rasmiy shu xotindak bir ish bo'ldimi? Degan bo'ldi. Degan Payg'ambar alayhisalom rejim qilishga buyurdi. Mishad bir vaqalik vacho, mushning munosabatlik. Mushu sahabini tavba qilish, mushu sahabini Rasulullohga berib, mushu gunohini itiraf qilishga bir rag'batlantirgan birisi bor. Bir sahaba bor. Payg'ambar shuni chaqirib, "Hey, mushunda qilib meni oldimga akagicha, mushning bir gunohini yepib, Allohga tavba qilib, Allah bilan bir gunohni juvaldi samamdi deb anınğa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü şeriat aniq. O yüz o'tirib olgan o'n cho'qim shariat yurgizilishi kerak. Ijro qilish kerak. Anınğa to'ysan darhol birsamda voy berib, eng yaxshi mush dunyoda o'zingni paklab, zoda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deganga Peygamber sallam halla satarta alayhi deb. Sen aning bir gunohini yepib, bu tövbe qilish rag'bat qilsamamdi, meni oldim olib kelgicha. Şunun bilan mishada o'ylab baqslar. Chunki qazo xonim agar islom shariatida qazo xonimning oldiga kelib bo'lgan narsa, qazining, ya'ni sotchining o qaytarilmaydi. Qaytarma agar 100 shu so'rash kerak. Kelmasdan burun tövbe qilsa o'zi. Tövbe qilsa asli maqsad shu hamda. Maqsad jazolanish emas. Shuning uchun o hatto shu islomda masalan nurg'a odamlar bilmaydi-ku. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 23 yil jarayonida Cihat deymiz, kafir ve Müslümandan ölgen adamdan sani 1000 atrafıda. 23 yıl jarayonida. Bu şeriatda mu İslam dünyaya kelib
400 yil jarayonida qo'l kesilgan, o'g'ri qilib qo'l kesilgan odamning soni 6 deydi. 400 yilning ichida 6 odamning qo'l kesilgan deydi. Yani demek o uni maqsad nima desa, maqsad hozir Saudiyaga boradigan bo'lsam shu umrajilda bu saplam qo'li kesilgan bu keyin men so'rasam shu rasmiy shu o'g'irlik qilib Saudiyada qo'li kesilib ketgan o'xshaydi deb o'ylaydim buruncha. Keyin boshqalardan so'rasam bu shu tilamchilik shu shoykalari shu organizatsiya qilganlar. Uni rasmiy Afrikadan u yerdan bolalarning qo'lini rasmiy kesib etib aynan tilamchilik qilsa ekan. Shular gaplarni men angladim. Demek bu şeriatning maqsadi hamda. Masalan bu günah Allah bilan bandaning o'rtasida bo'lsa, bu shaklda hamda. Ammo banda bilan banda bo'lib qolsa, buni haqni chuqum halollash kerak. Halollash kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo shuning Alloh subhanahu va taolo mush darajada mehribon, mush darajada rahim. Bizning payg'ambarimiz mush darajada mehribon, mush darajada kuyimchan. Shuningga bu Allah'ını tunugan adam söymey kalmaydı. Bu peygamberini tunugan adam iman etmeyi kalmaydı. Sünnetini icra kılmayı kalmaydı. Yani maksat herkes ulanı bir cezalaş. O emez. Yukarıdaki hadis'e mesela al-ahsan diye bu sen toy kılgan mı burun diyen gibi. Sen yani arayaldak kılgan mı diyen. Arayaldak bu yani sen toy kılgan mı? Toy kılıp ihsan diyen asli. Bir qatan to'y qilib bo'lgani, bir qatan to'y qilib bo'lgan. Rejim qilinishi uchun to'y qilib bo'lgan birisi bo'lish kerak. To'y qilmasa, to'y qilmagan odam bo'lsa, 100 dar urildi. 100 dar urildi. Ma bir qatan ahsanta degan sen to'y qilib, xotin bo'ldik, bir ishni qilganmi yani? Yani xotindachilik qilganmi degan gap. Ilgari sen to'y qilganmi? To'y qilib, xotindachilik qilganmi degan gap. Xo'sh, andiki yana boshqa har xil rivoyatlar bor buninkiga. Hatto tosh kesak qilinayotganda nima qechib ketgan vaqtida sahablar berib mush maiz shu tutib akab unikini tosh kesak o'ldi qo'yamdi. Bu shundan bu odamni qechib ketgan vaqtda qo'yib bersam ham payg'ambar bu azkin o'zi dastlabda jasurlik qilib zar nima qilsang qil deb keldi. Keyin hamda tayoqning zarbasida qochdi, qochgan chog'da azkin birisi bir o'lak hayvonning sunkidan bir narsa bilan o'tirib qo'ydimdi. Shuna payg'ambar qoch qil qo'ysang nomamda hech kes mayli emasmi deydi emas inshaalloh. Yin birisi qo'pab buni haqoratlab qo'ydi. Haqoratlab. Bir ayolning bir ishi bor. U haqoratligini ayolning masalasi. Mushnundan ba. Mushni haqoratlab qo'ydi. Asldagina balangni to'p keldigan. Ma'nodami haqoratgancha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ana miyada payg'ambar sallam oqshimisi mana bu vaqt bo'lsman dey buni. Mush Ma'iz radhiyallohu anhuninki rajmini ijro qilgan ekan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oqshimisi xalqlarga bu masalani tushuntirdi. Nima tushuntirdi? Hey jamoat dedi. Biz Allah yolda cihat qilmaymiz. Ba'zi odamlar mahallada qilib mujohidlarning ayolligiga sharafsizlik qildi. Bunga kim rozi bo'ldi dedi. Yani nima uchun rajm qildi bu yerda? Masalan o'ylab baqsa, siz davlatni qo'g'dayman deb, oldingi safda urush qilyapsizlar. Birisi qo'pab mahallada qilib xotinlarga chaqchaq qilsa, siz bunga nima hukm berasiz? Biz açık asımız o bana. Goy devlet koyduğunda cihat çıkma, uruş çıkma. Ma xotin balalarımız san amanat koysak kelib mana Rasulullah tushuntiradi. Bazı sahabeler belki bunu tushunmay, bu nim bo'lib ketdi bu deyish mumkin. To'g'ri, bu bunda deb bo'lib, andan keyin ma tövbe andan keyin nimda deydi desa, faqad taba tawbatan dedi. Shunda bir tövbe qildiki, mash Ma'iz raziyallohu anhu dedi. Bu şu derecede bir tövbe kıldı ki bunun tövbesi yer şarideki bütün insanlara yetkidek tövbe kıldı. Dep yani bu icranınki nihayeti insanlar için birincisi ma'azracalar için faydalı. Çünkü dedi o insanlara yetkidek derece tövbe kıldı diyen gap. To'g'ri bu dünyada cinden ayrıldı ama bizge nispeten bu hayatlık ma'lum daqiqa imtihan dünyası. Biz mengu ahirlashmaydigan bir hayatlık var deb e'tiqod qilamiz musulmonlar. Bu aniq. Masalan sizlar o'ylab baqsizlar. Masalan yer sharida 1 degan sonni yozib, quyosh qilmoqchilik 0 qo'ysak, o'qilib bo'lamdimi, sonni bo'lmamdi? O'qilmaydi. Ammo oxiratni mangulik degan chaqda mush sonning o'zimi 0.
Bu oyatlık. Şunun için bu Peygamber sallam tushuntirdi. Shunda bir tövbe qildiki, buning tövbesi yer shariga taqqasa, yer shariga yetkilek tövbe qildi dedi. Ammo bu zinoninki ig'ir masala ekanligini, ya'ni biz Alloh yo'lida mujohidlar jihad chiqadi. Ba'zi odamlar jihoddan uzr so'rab balkim qilib qoladi. Qarasa, mujohidning ayoliga bu yer chaqchaqib yurgan bu o'g'irlar. Shuna bu ijro qilindi deb, bu jamiyatning amonligi uchun manda %100 shariat tushganda adolat ijro qilinishi uchun bir jamiyatda chuqur shu qilish bo'lmasin bo'lmaydi, qattiq qo'ldi. Hatto Rasululloh deydi-ku, hatto Fatima binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Mening qizim Fatima o'g'irlik qismi qo'lini kesatdi. Qo'lini kesatdim deb shuna dedi. Chunki bu so'zni deyishining o'zimi bir yuzabroylik birisiga salochilik qilib boshqa cho'ng sahobalar kelgan vaqtda deydi-ku shuni. To'g'ri. Sizlar men buni Allohning shariatiga men salo qilyapsizlar. To'g'ri. Qizim o'g'irlik qilsa men uning qo'lini kesman deb. Chunki qozining gap bo'lsa. To'g'ri. Ham shariatni nurg'unlagan masalan davlatning malqi bizning ma darsdan xuddi bek bo'shab qo'yib birdigan masalan 99 odam jinoyatchi jazolanmasimi? Birisi xato jazolanib qolmasligi uchun deb anglovchilarimiz, ko'rilmanlarimiz nayt bo'sh bir din o'xshaydi bu deb tushunib qolmasligi uchun askarda qo'ygan narsa masalan shariat nurg'unlagan masalan zajr deydigan narsa bor. Masalan xroin shariat aniq bir nim bo'lmasa had bilan jazo. Siyosiy qonuni. Ha. Bir davlatga masalan bir davlatimiz bo'lsa, bir islom ijro qilingan bir yer bo'lsa, bugun masalan ijro qilinayotgan yerlar bor masalan. Xroin atkazchilik qilgan masalan, u ham shu millatningki, shu musulmonlarningki yoshlarini tugutadigan bir narsa hamda. Shuning uchun shu uni boshqa jinoyatchilarni cho'chitish uchun o'lim jazosi berib ijro qilgan masala. Demak, shuning qarab turib, shu vaqtdagi vaziyatga qarab turib eng adil shaklda hukm chiqaradi dinimiz. Ya'ni dinimizning prinsipi yana 99 jinoyatchi to'rdan chiqqasimi, birisi xato jazolanish bo'lmaydi demakchi. Adolatni ashunday chiqsa demakchi. Chunki xatolashquchi balkim tövbe qilish mumkin, balkim yaxshi ish qilish mumkin. Ya bo'lmasa maqatim to'g'ri tushmasa, maqatim to'g'ri tushishi mumkin. Mana zina qiluvchilar hammamiz o'ylashimiz kerak. Bizning o'zimizning ochillari bilan, o'zimizning singillari bilan, onalarimizdan boshqalarning zina qilishini xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Hech kim xohlamaydi. Sen bu mantiqni tushan, bu aqlni tushan. Bu shariatda bak yomon ish. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo innamal mu'minuna ikhwa dedi. Butun dunyodagi musulmonlar qarindosh dedi. Shuning ichida ayolim bor. Biz ayollar hammamiz biz qarindosh muomala qilamiz dinimizda. Musulmonlar bizning diniy qarindoshlarimiz. Tamam? Qarindosh muomala qilamiz. U xalqning qiziga yomon niyat qilganlar, yomon ko'zlar bilan qaraganlar, ashundaq zina fahish qilganlar. Chunki bir arabcha bir gap bor. Zinaxo'rning deydi. Ya qizi bilan ya ochiz bilan zina qilindi deydi. Bu qoida jumi. Sen xalqning masalan ajoyib shuni az-zani la yankihu illa zaniya. Va zaniyatu la tankihu illa zaniya. Mushu biz o'qigan kitoblarda shunaqa bir tarixiy savoq bor ekanda. Mush zinaxo'rning deydi. Bu dunyoda qolmaydi deydi. Sen xalqning ayoli bilan zina qilsang, sen ayoli bilan boshqalar zina qiladi. Sen xalqning ochsanglar, men bu joyda qisqa men buni deyishni qo'ymayman. Masalan bir xonim, masalan qisqa tafsilab o'tay. Bir xonim bir o'g'liga nasihat qildi. Safar qilmoqchi bu o'g'li. O'g'lim singling safar jarayonida emas, singlingning iffat nomusini saqlab qolsang deydi-da. Bu dadam nima deydigando deb shundan ketdi. Bir kun singlisi dadasini qashqa yig'lab kirdi. Dada, ishni birisi chakda chiqsam maznaqnimga, shu joyda qo'limni tutib oldi deb singlisi yig'lab kirdi. Dadasini qashqa. Shun dadasi o'g'li kelgan vaqtda, o'g'lim, men sana nima dedim? Men singlingning iffatini saqla desam, sen nima ish qilding dedi. O'g'li ayada boshqa bir ishlarni qilmoqchi. Shuning uchun bu hatto hech bo'lmasa temi bo'lsin zina qildi deydi o'lmoqlar. Zinaxo'rniki temi bo'lsin biz zina qildik dedi. Osh darajada qisos bor bu yerda. Buni har bir odam buni o'ylash kerak. Ya'ni o'zining ochisi, singlisi, tuqqanlari bo'lsa, buni o'ylash kerak. Ham ikkinchisi ma'qul bu ish dedik anda bo'p qolsa qanday qilish kerak desa, uning oldida tövbe qilmoqdan boshqa hech qanday yo'l yo'q.
tövbe qildi va shu tövbe qilish jarayonida masalan shu gunohni jo'ydamdi. Birga uning ustiga ijro qilish deymiz. Ijro qilishim yo'q. Alloh tövbe qildi. Shu. Xo'sh, ammo shu xatolashuvchilarni haqoratlash, la'nat o'qish to'g'rimi? Yo'q. Hamda bu biz dedik, hamda inson bo'lgan xatolashidir. Bu xatolash neden kelib bo'lsa, insonning kamda asli bizning qilayotgan ibodatlar maqsad shu bizni xatolikdan jiroq qildi asli shu. Xo'sh. Nima uchun ibodat degan nima? Butun ibodatni bir narsaga ixchimlashqa bo'ldi. Ibodat seni Alloh yaqinlashtirdi. Ya'ni Xoliq sening qalbingda hozir bo'ladi. Butun ibodatning maqsadi shu. Allohni qalbda hozir qilish. Shuning surfatani iyyaka na'budu. Bevostam ey Alloh sangli bo'ysunma. Xuddi Alloh oldimizda bordik. Alloh bilan gaplashimiz biz namoz o'qigan chaqda-chu. Sangli bo'ysunma degan gap men xatolik qilmayman degan gap asli. Kunda 32 qatim Alloh xatolik qilmasligini va'da beramiz endi. Asli ibodat Allohning, ya'ni Xoliqning, maxluqning qalbida hozir bo'lish. Am sizning qalbingizda Alloh bo'lsa, sizlar xatolashmaylar. Chunki atroflarda bir uyda 32 kamerani mana shu qo'yib qo'ysa, sizni butun dunyoda odam qaravotida desa, xatolash nisbatlari bek tuban bo'ladi. Ammo insonchilikda ba'zi ojizlik, masalan, inson g'aflatda bo'ladi. Nurg'un masalan yoki xatolashish hamda inson bir ojizlik tushidi, yo nafsining kayni kirdi, yo shaytonning vasvasasi yoki insonlarning vasvasasi orqali bir xatolik tushidi. Endi xatolik tushgan odamlarni bizning majburiyatimiz nima desa, ularni qutqizib olish. Payg'ambar alayhisolamning shu ularga aytdi mulahim va ularga muloyim mulomal qiladi, ularni haqoratlamaydi, ularni silkimaydi, tillamaydi deganda. Masalan bir Muaviya ibn al-Hakam as-Salami shunday deydi. Biz namoz o'qisak, bir odam tushga deydi. O'qib namoz o'qisak tushga deydi. Shundan men yarhamkalloh debman deydi. Namoz turiblam aniq javob qildi endi. To'g'ri, shariatda Payg'ambar alayhisalom musulmon bo'lgan haqqining qatoridan bir odam tushkurib alhamdulillah desa biz yarhamkalloh deymiz, ya'ni Alloh sana rahmat qilsin deymiz. Endi bu odam namoz turiblan bir tushkuribdi, yarhamkalloh deb to'lab nima qildi. Ya'ni keyin shundan namoz tuqalimdi, ko'zlarida buni olib qarag'iltagida tekin yin jim turmay, "Voy nima bo'ldi, men nimada olib qaraysizlar?" Degan sahobalar shu ba'zilari taqimlarga urib soldi ekanda, kulib solib. Sho'lan, ya'ni ba'zilari ya'ni ishora qilib jimto deb mundaq qilib uni urib qo'ydi. Urib noqib meni jimtomoqchi bo'ldi. Sho'lan Payg'ambar alayhisalom namozni o'qib bo'lganda ekan deydi. Ma odam deydi. Jinim va milim onam dadam shu Rasulullohga fido bo'lsin deydi. Nima uchun? Ma ra'aytu mualliman qablahu wa la ba'dahu ahsan ta'liman. Payg'ambar alayhisalom namoz o'qib bo'lgandan keyin mana shu jarayonni o'z davatida madam. Mening dadam onam Rasulullohga fido bo'lsinki, men buningdan ilgari buningdan kim Rasulullohdek bir go'zal, bir muloyim, yaxshi muallimni ko'rib baxmidi. Meni yo bir silkimidi, yo meni umidi, yo men tillimidi, balki nim dedi. Inna hazihi as-sala la tasluhu fiha. Mesela bu namazda mandaqalıqı la yasluhu fiha şey'un min kalamin nas innahu huwa tasbih ve tekbir. Namazga mandaq odati gaqqanda gaqsaq bo'lmaydi. Namoz zikr etimiz, namoz tasbih etimiz va Qur'on o'qiymiz deb shunday tushuntirdi. Yani demak Rasulullohning mushsabiga tutgan pozitsiyasi ma Rasulullohda shunchalik eg'ir, cho'nqur bir yaxshi ta'sirini qoldirdi. Biz qo'pab, "Hey, sening kallangda bir dading bormi, adash, men nima o desaklamcho?" Normallam o'ttir bir adovat, bir dushmanlik, bir ko'ngil og'rish paydo bo'ladi. Shuning uchun bu Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bo'libmi bilmay turib, nurg'un odam xatolashda ko'pincha odam bilmay turib xatolashadi. Ham shuning uchun hatto bilgan odamnimi
Nima uchun xatolashdi bo'lsa, bir ojizlikdan. Inson degan bir ojizlik, masalan, normal, davomli iymon bir xil kayfiyatli ketmaydi hamda. Iymon degan bir xil kayfiyat bo'lmaydi. Ba'zanda soatning istirlik istak tövanga tushadi, mashina istirlik istak. Ba'zan yuqori o'rlaydi. Musulmonning iymoni kuchli keldi, ojiz bo'ladi. Ojizlashgan vaqtda bu gunohga giribtor bo'ldi. Shuning uchun u ojiz odam tillashga, haqoratlashga muhtoj emas, balki kuyimchanlikqa, mehribonlikqa, yordamga muhtoj. Shuning uchun biz uni yordam qilishimiz kerak. Uni tillash emas, haqoratlash emas, yordam qilishimiz kerak. Mana bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning butun tutgan metodi shu. Bilmaganlikdan hozir hatto bilsimi? Bilsa bu hamda. Bilmaganlikdan xatolashqish bo'lsa, bunun qanday muomala qilamiz? Buning bilmaganlikdan xatolashsa, endi buni bilmay xatolash, bilmaganlikdan xatolashish shariatdan masanga gunoh bo'lmaydi-ku deyman. Albatta. Albatta. Ko'pincha odam normal agar insonlar o'tirishga bir haq bo'lmasa. Chunki hadisda bor-ku. Ama shuning uchun bilmaganlarni, masalan, Arabiy masjidgan Arabiy bilmaydi ayni. Hozir qadami bilmaydi ayni. Namoz nima deb gap soldi? Chunki namozni gap qilishdan nimasini bilmaydi. Bilmasin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hatto bilmagani-go yaxshi muomala qildi, bilganlarga Maiz ibn Malik, andaki yosh bola mangzina ruxsat qilgan bola bildi. Hatto Ramazonda ko'p kunlar Ramazonda ayoliga chiqilib qo'yib, ayoli bilan birga chiqib Ramazonni buzayotgan sahabim kelib halakdi dedi, men tugashdim dedi, demak bildi. Lekin men dedim, biz gunoh qilayotganda, gunoh qilgan har bir inson shuni bilish kerakki, kimning haqqida gunoh o'tkazayotganligini bilish bak muhim. Biz butun dunyo butun olam ilkida bo'lgan qudrati cheksiz, bizni eng yaxshi ko'radigan, ota-onamizni yaxshi ko'radigan Alloh subhanahu va taolo jalla jaloluhuga jinoyat o'tkazayotganlarni bilish kerak bu yerda. Shuning uchun buni bilgan odam amal bor, bizning vazifamiz jinoyat o'tkazmaslikka tirishish. Jinoyatning cho'ng kichikligiga qarama, Allohning kim qara, buning qarashimiz kerak. Endi insonchilikda jinoyat tushib qolsak, tövbe qilishimiz kerak. Xayrul xattoin at-tawwabun. Shuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xatolik o'tkazganlarni shu oldi bilan tövbe qilishga buyuratdi. Tövbe qilishga. Shuna kullu bani adam xattoun va xayrul xattoin tawwabun. Ya'ni insonning har qanday inson bo'lsa xatolashadi, u xatolarning eng yaxshisi tövbe qilish. Tövbe degan nima? Qilgan jinoyatingga pushaymon qilish, ikkinchi qatam qilmaslikqa samimiy Allohga va'da berish. Kishilarning haqqi bo'lsa, darhol haqqini qaytarish. Qilmay gunohni kechirilmaydi. Kishilarning haqqi. Kishilarning haqqi bo'lsa bu chatoq. Masalan, bir inson bilmay turib kishilarning haqqini yeb qo'ydi, keyin bildi uning xatoligini, shu odamni izlab deb berib halollik qilib elish kerak. Elish kerak. Halollik agar u odam topolmasa, osh pulni sadiqa qilish kerak. Shu odamning nomida. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun, aytdi güzel bir şekilde yoritib berildi deb qarayman inshaalloh. Programmamizning vaqtini to'shib qoldi. Shayt to'xtatsak inshaalloh. Bo'ldi. Oxirsi bir og'iz deb qo'ygan gapim bor. Mushu jinoyat o'tkazganlarningki, mushu jinoyatni jo'yishning eng bir yaxshi shakli bor-ku. Buni bir bak muhim. Masalan, bu qaysi deslar? Mush jinoyat o'tkazib saqallar, yaxshini ko'p qilish. Biz hozir dedi-ku, tövbe qilding. Allohga tövbe qilding shunami? Tövbe qilish bilan birga mush savoblik yaxshilarni ko'p qilsa, bu jinoyatni jo'ydigan eng yaxshi masala. Masalan, bir oyatdan bor fa'at bis-sayyi'atil hasana. Men shunday demoqchi. Masalan, bir sahoba kelib, "Ya Rasululloh, men bir xalqning xotinini suyib soldim" dedi. Shuna payg'ambar gap qilmay turdi. Shuna namoz o'qib bo'lib, nim dedi? Aşağıdan innal hasanat yuzhibna sayyiat. Savoblik ishlar yomon ishlarni ketkizib jo'ydi dedi. Bir hadisda payg'ambar sallallohu birisiga nasihat qilsa, ittabi'is sayyiatal hasanata tamhuha dedi. Sen davomli bir xato ish qilsan, yaxshilik jo'yitadigan yaxshilikni qil dedi. Davomli yaxshilik qil, yaxshilik jo'yitadi dedi. Shuning uchun qarindoshlarimiz hammamiz bu gunoh ma'siyatdan xoli bo'lmasligimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo cho'ng gunohdan saqlasin, ammo kichik gunohlardan saqlamaslik mumkin. Shuning uchun
Ahırsızda muş ders degan gepim biz çuqum xatalışımız. Xatalashmaydigan inson yo'q. Xatalashning yo'li tövbe qilamiz, anandan keyin xatalashni juyish uchun yaxshini ko'p qilamiz. Qo'limizdan keladigan yaxshini ko'p qilsak, mana bu eng muhim shu. Çok rahmat inşallah. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib programmamiz 16-sonimiz mı? Bugün müşahede ahırlaştı inşallah. Sözlengenidek muşu tuyg'ularda, yani kimlarga jinoyat o'tkazgan vaqtimizda kimlarga qaratıp, yani onunki bu kichik bunda qilib olsam, tövbe qilib olsam bo'ldi degan shaklda itibarsiz qarash, hatto olimlar deydiki, shu bir jinoyatni itibarsiz ko'zga ilmay buni kichik sanashning o'zi hatto cho'ng jinoyatdan eshib deb qaraydi olimlar. To'g'ri. Chunki o jinoyat, o gunoh ishlanayotgan, kimga qilinayotdi u Alloh subhanahu va taologa bo'lganligi uchun. Shu har qanday narsani sal qarmasligimiz kerak. Shu hissiyotda agar inson bo'lish bilan ba'zi bir nafsimizning keyniga, shaytonning keyniga kirib ketib xatolik yuz bergan vaqtida ana shunday so'zlangandek haqiqiy tavba qilib, bu tavba iyi bo'lgan bu muborak oyda Rabbimiz mag'firat qilgan shaklda Allohga pak-pokiz holatda bu oydan chiqarsak nima degan biz baxtli yani. Rabbim buni muyassar qilsin. Amin. Yana bir qatimliq programmamizda atim shu soatlarda yana ekranlarda bo'lishqa Rabbim muyassar qilishini tilash bilan sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ya sayyidal kawnayn ya alamal huda hadha al mutayyam fi himaka nazilu law sadafatni min